Öybek çölderep kaldı Şatut. Çölderep Şatut kosak aç. Ola, toymaz koş. Meni unutqanmı Allah qarşı qalan hazretleri. Seni qandaq mı unutup qalay Zerzor? Sen bo'lmagan bo'lsang, kunlar qandaq o'tadikin ta? Senin xizmetlerinde balaş men için kat şeref hazretleri. Allah rahmat qilsin. Kim o'ylagan deysan? Kunlarning birida Salma cho'ng bo'lib, uy o'chaqliq bo'lib, ikki balaga ona bo'ladi deb. Seyfiddin yaramaz. Yaramaz. Nima deb jo'ylayapsan Şatut? Ha? Şatut yaramaz. O meni emas. Nevram Seyfiddinni da'vatamdikin. O Şatut bilan o'ynag'ili amroq edi. Melik Safa Seyfiddin'e faqat o'xshamaydigan qiz bo'ldi. O'xshamaydi. To'g'ri, o xalifa buvisideklar to'limi nozuk, oq ko'ngil mijozi, yaxshi bola bo'ldi. Hem qarşı qalan bo'siq tatdi-da. Bugün ballarını ilip, dadamını yoxlap keleymikin deymen. To'lim yaxshi o'ylabsiz. Qadrli qozi qalan odamga salimimni yetkazishni hargiz unutmang. İnşallah şundaq qilaman. Uni to'lim sig'indim. Bir mezgil biz bilan turishga ma'qul degan bo'lsa, to'lim yaxshi bo'ladi. Men mujiqtidim bo'lmasa, lekin har qitim desam, men boshqa yerda uxlay olmaydi ekanman deb turib oldi. Men muamal qila olmadim. Apa, çüçümni qachon tarab qo'ysiz? Hozir dadingiz bilan paranglashayapman qizim. Vadida gidsangiz, chechingizni tarab qo'ydi. Vadida çüçümni g'alit qilib tarab qo'ydi-ku. Bu vazifani valiahd otangiz o'z ustiga olsa qanday qaraysiz, qizim? Yo'q ota, bu ayollarning ishi. Aqlliqlik qara. Kimning qo'li chivar bo'lsa, shuni qilsin deb ching turib oladi emasmi? Qazi qalan hazretleri, jinoyat naq maydoniga yaqin yerda heliq qaroqchining timsiqlab yurayotganini ko'rib qoldim. Bu uning o'g'ri ekanligiga isbot bo'lolmaydi. U burun ko'p qitim o'g'irlik qilgan, nurg'un jinoiy qilmishlari daftarimizda xotirlangan. Buningga qarab hukm chiqaramayman. Yenidan o'g'irlangan mol tepilishi yoki bir necha kishi uni ko'rganligiga guvohlik berishi va yoki bo'lmasa o jinoyatini e'tirof qilish kerak. U e'tirof qilmaydi. Menga ishonsizlar hazratim. O'g'ri dal shu koni qaroqchi. Nimaga asosan mundaq deysiz? Bilib da'vatamsiz yoki bo'lmasa paraz qilib. Parazimga tayinib. Lekin pekini qo'ying. Quruq gumon paraz bilallah. Hukm chiqarib bo'lmaydi. Ya Saul begi. Barhaq hazratim. Bu ishni texim inchikilab tekshirib, to'liq isbot topgandan keyin oldirga kelay. Haqiqatni pardalab qo'ydigan o'y fikrlardan hazar aylang. Alloh taolaning gumon haqiqatni isbotlashda hech narsaga yaramaydi degan so'zini unutmang. Qarama apa, otlar nima ish qilyapti-da? Bir-birini ko'rib xushal bo'lyapti. Qaychiqing Mahra otamning idileyning bo'lsa. Otlarning quchoqlashgan oltinsi bo'lay. Bu uyimizni behmi seg'ingandim. Xalifa hazratlarining sarayini-chu? Xalifa hazratlarining sarayi mensizmi avat? Ömrüm bu qoroda o'tdi. Bu joyni hech yaktan qilmayman. Men mushu vadida bu uydagi huzurni boshqa hech qanday joyda topolmayman. Men qo'zg'olon buvim bilan Şatutni pek seg'indim. Yura, ish beslishimiz
Qaysimiz burun basaq, Şadut quşu yem berdi o. Yo'q, bo'lmaydi. To'xta. Bu tamoq pek o'xshabdi buva. Sığışlık bo'lsin, oma qizim. Şadut bilan o'ynasam bo'lamdi buva. Bo'ladi. Qiynab qo'ymay o'ynasan, ha? Şatut, qiynama. Şatut, qiynama. Ata, g'amkin ko'rindilg'u. Qandaq deysiz? Burunqida kutib oldilar. Ammo tuyuqsiz kelganimizdan hayron qolganda ko'rindilar. Tugumas da'vat dastur ishlar bo'lmamdi o qizim. Yasavul begi ko'ni bir qaroqchini hech qanday dalil isbotsiz mahkamaga chiqarishimni talab qilyapti. Sizlar bundoq ahvollarda to'liq ehtiyotchanlik bilan ish tutdilar. Faraz gumonlar bilan kishilar ustidan hukm chiqarsak, bu adolatsizlik. Kishilarning yetishiga tirishyaptilar. Hech kimga uvol qilmadilar. Buni hal qiladigan mening bir choram bor, deymi? Buva. Albatta, ba'zida hikmat shokichning og'zidan to'kilib qoladi. Qani degina o'g'lim. Gumondarın zindana tashlab jinoyatdan ixro qilish toza ursi bo'ladi. Nima degan tashriklik bu? Agar u gunohsiz bo'lib qolsa-chu. To'g'ri deysiz, Safa qizim. Sizcha qanday qilsak bo'la? Gunohkor bo'lsin mayli, chiqilmayli. Kechirmaslik bo'lamdiki? Ishkanlarning degini odillik bo'lmay qoldi. Qandoq deydilar buva? Adolat degan nima? Adolat degani emas. Qat'iy pokitga tayanib, haq o'g'ini qo'g'dash. Men sizlarga Alloh taolaning kitobidan adolatga munosabatli go'zal bir qissani aytib beray. Men qizlarning hammasini anglab bo'lgan. Sizlarga ozroq meva sharbati elib kelay. Bu siz anglab baxmagan yangi qissa, Salma. Anglab. Undaqda sharbat tutib tursin. Bu vaqa payg'ambarimiz Muhammad alayhissalom zamonida yuz bergan. O zamanidagi ishlarga hukm chiqaruvchi payg'ambarimiz edi. Onunğa Cibril aleyhisselam orqali Qur'on vahiy qilinib turadi. Bu vaqa payg'ambar aleyhisselam Madinaga hijrat qilib taxminan 4 yildan keyin yuz bergan. Bu vaqtda Madinada savdo ishlari kasod, ochlik kamchil edi. Ko'pincha kishilar osh yalang'ochlikda turmush kechiradi. Qatada, qadrli dadisi. Ulardan so'rab baxsla. Allah ata qilgan narsalardan az bo'lsin berib qala. Suhayla, ularmi bizga o'xshash. Ularning qo'lilkidi yo'q. Bo'lgan bo'lsa, payg'ambarimiz ta'lim bergandek bizga bo'lib beradi. Qarasam, qozon qaynayotdi-ku. O tamoq emas, shexiltosh. Ha? Tushundim. Balalarni bezlash uchun qilibdi-kanda. Tamoq pishiyotdi deb, ko'ngli orom tepib, oson uxlab qoladi. Bu kunlarga shukr ey Alloh. Qatada. Anglashimcha tog'lar rifoaning ochliqlari ko'pmish. Oltin savoti bormish. Bu to'g'rimi? Shundoq, to'g'ri dedingiz. Payg'ambar alayhisalom o savotni hammamizning oldida uning g'animat qilib taqsimlab bergan. Uni bilaman. Qo'saqni qandoq to'yg'izish muhimda hozir. Tog'amdan so'rashdan xijil bo'lma. U tog'ilib tursa, nimish xijil bo'lar? Siz o'ylagandek ko'p oshliq bo'lmasligi mumkin. Oz bo'lsa-mu bu oshliqdan men yaxshi-da? Bo'ladi. Undaqda tong etishdan burun berib, chiroyliqcha so'rab baqay. Bir ayad ishlamchilik qilib, qayturman deb baqaman. Balkim to'g'ri tushunib qolar. Shundaq bo'lg'ay ilohim. Yaxshi aramaslar. Alloh qamolat. Nimalar bu Rahila? Xurmo, asal, süt. Taza yomon vaqtda sodingiz yurishib foyda oldingiz. Xudoyimning bagini. Rahmetlik atam ko'p g'izo hem yong'i va saqliqqa ziyon deydi. Dadingiz qo'rsqi islab o'lib qolgan bo'g'aydi. Demakchi o'g'lim, kun bo'yi ishlaymiz. Yaxshi g'izolanmasak bo'lmas. Shundaqdim isrof qilsak bo'lmaydi. Madinada nurg'un kishi ocharchilikdan tugishib ketyapsa. Oshqan tomoqlardan beraylikmi?
Saran bo'ldingizmi? Ular degan musulmonlar qachimizlik ishimizni ular berib ha? To'qchilik vaqtda bizga bergan-ku. Ulardan asaq bo'ladi. Bersak cho'ng xatolashgan bo'lamiz. Bu cho'ng xatolik. Mishinchilik yesangiz yetarlik. Singmay qolmasin. Mavlani ertaga qo'ying. Vah! Yeni süt bilen Hasan'ın buruk kelyapti o qarindoshlarim. Yangi qo'shning Zeytning uydan kelyapti. Alloh yomon qo'shnidan panoh bersin. Istutugini chiqamay bir taraf qiladi. Birodarlar, g'aybatni qo'yib, yaxshi so'z qilsak bo'lmamdi, ha? Undaqda yeniden pişkan paklan güçünün kavabının gipini kılsak bulamdı ya. Tamoqningni gapini qiladi ekansan. Shunga og'inimiz To'mani kishilar Bashir Loqma deb chaqirishida emasmi, ha? Alanglar xudolik do'stlarim. Bizni qiynayotgan bu ashliq Alloh tarafdan kelgan bir imtihondir. Bu orqali iymonimiz sinaladi. Yaxshi kunlar oldimizda inshaalloh. Vah! Qaysi yaxshi kunlar deysan ey? Hazır kabilesininki mende kattı beşim o. Bir nanğa zar bolup yürüvatsam. Zar bolup. Muşiye şu odayım. Kim? Assalomu alaykum. Hey, To'ma. Özlü kartadan bu vakit ki bağlana qara. Hazrat To'maga nima bo'ldi ekan? Salomga javob qaytarmaydi. Qara qatada. Tomni tishib, pul milimni o'g'irlab ketibdi. La havla va la quvvata illa billahil aliyyil azim. O'zlarini besib olsalar taqa. Qimmatli soatni o'g'irlabdi. Cho'qim, Hazratlik dushmanlarimizning biroz qilgan gap. Bunda qo'yilmisizlar taqa. Payg'ambarimiz Avs bilan Hazrat qabilasini ittifoqlashtirib, bizni fitna fasoddan saqlab qoldi. Hazratliklar bunda qilmaydi. Undaqda o'g'ri kim? Ko'rganlarimni tog'amga desam, Avs Hazrat orasidagi dushmanlik o'tdi, qo'yib tutishdi. Eng yaxshisi buni payg'ambarimga yetkazay. Mushunda vaqtni men tashlab ketamsan qatada. To'xta. Payg'ambarim bilan ko'rishadigan jiddiy ishim bor edi. Estağfurullah. Yaman bo'ldi. Savutni o'g'irlaganligimni payg'ambarimiz bilib qopti. Rasta otamsan? Tog'arni ko'tirib manganligimni qatada ko'rib qolgan. Cho'qim shu aytib qo'ygan gap. Sen o'g'irlik qilma demaganmidik? Bu sening xatoliqing, bizning emas. Malamet qilganning foydasi yo'q. Sizlar mening hajrajlik tuqqanlarim. Meni panohinglarga elishinglar kerak. Ha, xotirjam bo'l. Avs bizga cheqilanmaydi. Qanday qilamiz amsa? Saudni Yahudi qo'shning Zaydning uyiga ko'mib qo'ygan. Ha, Saudni Yahudi o'g'irlagan bo'ldi. Meni ko'rib qolgani qatada. Uni qanday qilamiz? Uni nima deb tushundiramiz? Payg'ambarimizning yaniga berib Zaydni o'g'irlik qilayotganini ko'rib qoldik deymiz. Bunda qilsa qat'iy bo'lmaydi. Payg'ambarimiz yolg'on aytamdi. Andaqda sen ig'izingni ching yumib yurgin. Ma'qulmi? Yasirdan boshqa 2 kishi tepib kelay. Men bir kishining guvohligidan 3 kishining guvohligini texmi kuchli deb qarayman. Shuna qilsak bo'lamdi. Aldirayli amsa. Yaxshilab aldirganning debdiki, birodarlar. To'ma bilan Hazrajlik yaqinlarining bu ishlariga qanday qaraysizlar?
Babalarım. Yaxşı qildi. İki qabila orasida urush bo'lishining oldini oldi. Ular yolg'on aytmoqchi bo'lishdi. Yolg'onchilik harom. Urushning ziyni qargan kichikkin yolg'onchilik hech nima emas. Siz nima deysiz, Selma? Bilmedim ata. Bu ajoyib qissa ekan. Oxirini anglab boqsaq bo'g'idek. Keyin ko'p ishlar bo'lib o'tibdi. Hozir uxlaydigan vaqtinglar bo'lib qoldi-ku deyman. Ha ata. Sizning yonlarda vaqt bek tez o'tib ketadi. Qani buanglar bilan xo'shlashinglar. İnşallah davomini at anglaylik. Aman bo'lsizlar buva. Sen aman bo'lgin qozam. O'zini olsizlar buva. Allohga omonat Safa qizim. La ilaha illalloh. Muhammadun Rasululloh. Tesbih bilen turgan bulut Kılgay dua gökte yürür Can kıyğanğa su tenligen Ah köngüllen kürür Yıgan zar birle kudur Yum tüker gözyaşlarını Taşlı aşka bağrı taşlar Peygamberini tirik kül Dağlar yer başını izmin tüker yaşını Bul eyle Allah'ın tevbimizni Rahim eylem bendiniz Hem utanmaz hem acayip Kur'an'da Var hakiki İslam Dağlar yer başını İzmin tüker yaşını Bul eyle Allah'ım tevbimizni Rahim eylem bendiniz Zahitler ki ibadetkarlar Mağrurluğu kuru koyar Nefsinin kuluyum sallar Akibette hayran bular Tövbe kılsa günah